Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsız diqqatinglar ekranımızda olsun. Xitoy bu yil 310 mingga yaqin oilani chaqib o'zgartirishni planlagan. Atalmış Şinjan gezitining 7 maydagi xabarda oshkorlashicha, atalmış avtonom rayonlik To'ralg'u va shahar yezi qurilishi nazorati Koni o'ltiraq rayonlarni o'zgartirish nomida Uyg'ur madaniyat uslubida selingan 310 mingga yaqin oilaning uylarini chaqib o'zgartirishni planlagan. Xitoy tajovuzchilari yillardan buyon Sharqi Turkiston xalqini turma va lagerlarga sababsiz tutqun qilib, har xil vositalar bilan islomiy qimmat qarashi va milliy madaniyat qarashidan voz kechishga majburlash bilan birga Uyg'ur islom binokorligi uslubida selingan uy, ho'yla aramlarni atalmış koni uylarni chaqib o'zgartirish nomida majburiy chaqishga boshlagan edi. Bu yil mazkur rezil planini texmo kengaytirishni planlagan. İlginççi Xitoy tajovuzchilari bu yil yana 788 o'ltiraq rayon 116.300 oilaning uyini chaqib o'zgartirish, yangidan 1090 o'ltiraq rayon 193.400 oila qurib chiqish, o'zgartirish turining hammasida 6 oydan burun qurilish boshlashni planlagan. Navbatda 4-oyning 26 kunigacha davomli chaqib o'zgartirish qurish turida ish boshlagan oila 96.400 ga, yangidan quriladigan turda ish boshlagan oila 29.200 ga yetgan. İlginççe chaqib o'zgartirishda 2000-yildan burun selingan o'ltiraq rayon asos qilingan. Bu yil Sharqi Turkistonning Urumchi, G'ulja, Aqsu, Kucha, Xotan qatorliq 5 shaharni nuqtali qilib chaqib o'zgartirishni planlagan. Xitoy xalqimizni Ramazonda aroq ichishga majburladi. 7 may Xitoyning ijtimoiy uchur vositasi TikTokda tarqalgan silliq ko'rinishlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari Ramazon oyida Sharqi Turkiston xalqini aroq ichishga majburlagan. Mazkur sin 15 sekundlik bo'lib, sinda Sharqi Turkistondagi Xitoyning qo'rchoq amaldorlari aroq ichish musobaqasi nomida musulmonlarni aroq ichishga majburlagan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharqi Turkiston xalqining ro'za tutgan yoki tutmaganligini muayyanlashtirish, islom dini va diniy ahkomlarni shundaqla muborak Ramazon oyini masxara qilish uchun xalqni majburiy aroq ichish musobaqasiga tashkillab kelmoqda. Undan boshqa yaqinda oshkorlangan rasmlarda ma'lum bo'lishicha, Ramazon mezgilida ig'ir hasharga selish, uylarni chaqib o'zgartirishga majburlash vositalari bilan Sharqi Turkiston xalqining uyida o'ltirib ro'za tutib olishining oldini olmoqda. Pompeo barliq davlatlarni Tayvanni qo'llashga chaqirdi. Fransiya Xalqaro radiosining 6 maydagi xabarda bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning noroziligiga qaramay Yevropa qatorliq barliq davlatlarni Tayvanning Dunyo sahya tashkiloti yig'iniga kuzatuvchi sifatida qatnashishini qo'llashga chaqirgan. Bu yilgi Dunyo sahya tashkiloti umumiy yig'ini 18-sida Sin yig'ini tariqasida o'tkazilmoqchi bo'lib, Tayvan bu yilmi kuzatuvchi sifatida qatnashishga taklif qilinmagan. Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo chorshanba o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Yevropani o'z ichiga olgan dunyodagi har qaysi davlatlarni Tayvanning Dunyo sahya tashkiloti yig'iniga kuzatuvchi sifatida qatnashishini va Birlashgan Millatlar Tashkilotining boshqa aloqador faoliyatlarini qo'llashga chaqirgan. Pompeo yana Dunyo sahya tashkilotining bosh kotibi Tedrosni Tayvanga taklifnoma avatishga chaqiraman deganlarini ta'kidladi. Amerika Osiyo Tinch okean rayoniga chorlug'uchi boshqariladigan bomba o'rinlashtirishni planladi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerika Davlat mudofaa ministrligi Xitoyning boshqariladigan bomba tahdidiga taqobil turish uchun Osiyo Tinch okean rayoniga quruqlikni asos qilgan uzun masofalik chorlug'uchi boshqariladigan bomba o'rinlashtirishni planlagan. Amerika o'tgan yili sobiq Sovet ittifoqi bilan imzolagan o'ttir masofalik boshqariladigan bomba shartnomasi INFdan chekinib chiqqandan keyin 500 dan 5500 kilometrgacha bo'lgan quruqlikdagi ballistik boshqariladigan bomba va chorlug'uchi boshqariladigan bomba taraqqiyotini tezlatgan hamda ularni quruqlikda sinab qilgan. Ilgari 1600 kilometr masofalik chorlug'uchi boshqariladigan bomba asosligi dengiz paraxoti tarafidan qo'yib berilgan. Quruqlikni asos qilgan yiroq masofalik paraxotga qarshi boshqariladigan bomba o'tgan yili 12-oyda sinab qilingan. Her iki boshqariladigan bomba ilgari o'ttir masofalik boshqariladigan bomba shartnomasi tarafidan cheklangan bo'lib,
Bularni hozir Osiyo Tinch okean rayoniga o'rinlashtirish planlangan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining hamkotida ko'rsatilishicha, Amerika dengiz armiyasi quruqlikda jang qiluvchi qismi kelar yili qo'shimcha 125 million dollar xarajat ajratib, 48 dona chorlovchi boshqariladigan bomba setib olishni talab qilgan. Amerika dengiz armiyasi quruqlikda jang qiluvchi qismi qo'mondoni general David Berger 5 mart Kengash palatasi harbiy komiteti oldida guvohlik berib, agar dengiz armiyasining quruqlikda jang qiluvchi qismi chorlovchi boshqariladigan bomba bilan ta'minlansa, dengiz armiyasining dengizni kontrol qilishini qo'lga keltira oladi deganlarni o'ttirg'a qo'ygan. Amerika dengiz armiyasining oliy qo'mondoni Erik Simmons 11 mart Kengash palatasi harbiy komitetiga Amerika dengiz armiyasi quruqlikda jang qiluvchi qismining paraxodga qarshi yangi tipdagi qisqa masofalik boshqariladigan bombani muvaffaqiyatli sinab qilganligini, bu atrofning 2022-yilgacha 36 dona chorlovchi bomba zakaz qilishni planlaganligini ma'lum qilgan. Mitch McConnell Uyg'ur kishilik huquq qonuni yaqinda ovozga qo'yiladi dedi. Amerika Kengash palatasining rahbari Mitch McConnell Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining pat yaqinda Kengash palatasida ovozga qo'yilishiga harakat qilganligini bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Mitch McConnell Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi Marco Rubio tarafidan o'tirg'a qo'yilgan mazkur qonun loyihasida Prezident Trumpning Uyg'urlarni bostirishda javobgarligi bor amaldorlarga nishonliq embargo yurgizishga chaqirilganligini bildirgan. Vaziyatdan xabardor biraylar Reuters agentligiga bergan uchurida qonun loyihasining tez bo'lsa kelar hafta yoki uningdan keyin ovozga qo'yilishi mumkinligini aytgan. Bu qonun loyihasi Xitoy virusi yuqumi sababli Amerika-Xitoy munosabati jiddiylashib, Xitoy qattiq besimga uchrayotgan mezgilda ovozga qo'yiladi. Xitoy rejimi Wuhanda portlagan Xitoy virusini yushirib, uning dunyoviy vaboga aylanishi, Amerikada nurg'un odamning o'lishi iqtisodning og'ir ziyonga uchrashini keltirib chiqardi. Mitch McConnell 7-may Kengash palatasida qilgan so'zida, "Men Kengash palatasining palata a'zosi Rubio sungan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasining pat yaqinda ma'qullanishini kutaman" degan. Rubioning ishxonasi bo'lsa, qonun loyihasining pat orada birdak ovoz bilan ma'qullanishini umid qilganligi, lekin uning qachon ovozga qo'yilganligini aytib berolmaydiganligini bildirgan. Mazkur qonun loyihasining yana bir nusxasi o'tgan yili dekabrda Avom palatasida mutlaq ko'p ovozning qo'llashi bilan ma'qullikdan o'tgan edi. Reuters agentligining bildirishicha, vaziyatdan xabardor biraylar qonun loyihasi Kengash palatasida ma'qullansa, uning Prezident Trumpning ustiga bir qadam yiqilishidiganligi. Lekin qonun loyihasi Avom palatasining oxirgi ovoz berishiga qayta yo'llanib, uningdagi har qanday o'zgarishning birlikka keltirilganligini bildirgan. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Turkiyada Xitoy virusiga qarshi kurash tadbirlari sohasida virus bilan yuqumlanib qazo qilganlarning soni barg'ancha tövalladi. Tunugun Wuhan virusi sababidan qazo qilganlarning soni 57 ga tushdi. Jami qazo qilganlar soni 3461 ga yetdi. Oxirgi 24 soat ichida 30395 kishi tekshirilib, 1977 kishida virus payqaldi. Saqayib salomatligi asliga kelganlarning soni 4782 ga yetdi. Shuning bilan saqayganlarning umumiy soni 82984 kishiga yetdi. Pokistondagi Uyg'urlarmi ijtimoiy yordam xizmatidan bahramand bo'ldi. Sharq Turkiston virus krizis markazining yordami Pokistondagi Uyg'urlarga yetkazildi. Yaqinda muhojirati faoliyat qilayotgan asosliq tashkilotlar birlikda qurib chiqqan Sharq Turkiston virus krizis markazining yordami Pokistonda yashayotgan Uyg'urlarga yetkazildi. Pokistonda faoliyat qilayotgan Umar Uyg'ur Vaqfi krizis markaziga vakolatan Pokistonning Rawalpindi bilan Islomobodda yashayotgan 150 Uyg'ur oilasiga un, guruch, may qatorliq yemakliklarni tarqatib bergan. Umar Uyg'ur Vaqfi raisi Umarxon ziyoratimizni qabul qilib, yaqinda qurilgan Sharq Turkiston virus krizisi markazi xizmat unimining yaxshi bo'layotganligini, yaqinda Pokistonda yashayotgan bir qism Uyg'urlar Xitoy elchixonasi qilgan yordam buyumlarini rad qilganligini bildirdi. Uning aytishicha, Pokistonning Gelgit va Afg'onistondami yordamga ehtiyoji bor Uyg'urlar bor bo'lib, agar yordam buyumlari yetarli bo'lsa, ularga yordam qilishni o'ylashgan. Turkiya havo yo'llari shirkati Avasiya qatnashini asliga keltirish planini e'lon qildi.
Xitoy virus sababidan davlat ichi sirtidagi aviatsiya qatnashini to'xtatib qo'ygan Turkiya havo yo'llari shirkati iyun, iyul va avgust oylarini o'z ichiga olgan aviatsiya qatnashi planini e'lon qildi. Turkiya havo yo'llari shirkati buningdan ilgari bayonot berib, davlat ichida qatnaydigan navbatchi aeroplan safarlarini 20-maygacha, chet elga qatnaydigan navbatchi aeroplan safarlarini 28-maygacha to'xtatib qo'yishni qaror qilganligini uqtirgan edi. Davlat ichidagi qatnashini iyun oyida boshlashni nishon qilayotgan Turkiya havo yo'llari shirkati chet el safarlarini qadam-qadam ishga oshiradi ekan. 3 oylik aviatsiya qatnashi planiga qaraganda iyun oyida 19 davlatga 22 nuqtadan haftada 75 aeroplan safari ishga oshirildi ekan. Bu doirada Kanadaning Toronto, Qozog'istonning Olmuta, Afg'onistonning Kabul, Yaponiyaning Tokio, Xitoyning Shanxay, Janubiy Koreyaning Seul, Singapur, Daniyaning Kopenhagen, Shvetsiyaning Stockholm, Norvegiyaning Oslo, Germaniyaning Frankfurt, Berlin, Düsseldorf va München, Avstriyaning Viyana, Gollandiyaning Amsterdam, Belgiyaning Bryussel, Belorusiyaning Minsk, Gruziyaning Tiflis, Livanning Beyrut, Kuveyt va Isroiliyaning Tel Aviv shaharlariga aeroplan qatnashi boshlandi ekan. İyun ayda davlat ichidagi barliq nuqtalarga navbatchi aeroplanlarning qatnashi birinchi qadamda normaldagi navbatchi aeroplan qatnashining 60% ga teng keladigan shaklda ishga oshirildi ekan. Turkiya havo yo'llari shirkati iyul va avgust oylarida bo'lsa, navbatchi aeroplan safarlari sonini oshirishni planlamoqda ekan. Planga asosan iyul oyida 74 davlatdagi 103 nuqtaga haftada 572, avgust oyida bo'lsa 98 davlatdagi 160 nuqtaga haftada 937 aeroplan qatnaydi ekan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xitoy virusi 3 oydan 6 oygacha namrat ellarda eng yuksak saviyaga yetishi mumkinligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xitoy virusining dunyodagi eng namrat davlatlarda 3 oydan 6 oygacha eng yuksak saviyada keng tarqalishining kutilayotganligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Xitoy virusiga qarshi kurash uchun mart oyida e'lon qilingan 2 milliard dollarlik yer shari xarakterlik yordam planining doirasini kengaytdi. Sahiyya tashkilotining insonparvarlik ishlariga mas'ul muavin bosh kotibi Mark Lowcock Xitoy virusining dunyodagi eng namrat davlatlardagi 3 oydan 6 oygacha eng yuksak saviyada keng tarqalishining taxmin qilinayotganligini, eng og'ir vayronchilik va muqimsizlikning yana mushu davlatlarda ko'rilganligini eskartish bilan bir vaqtda bu davlatlar darhol tadbir qo'llanmagan taqdirda yo'qsullik va qahatchilik yuz berish xavfining borligini qayd qildi. Hamda Xitoy virusining o'zini mudofaa qilishdan ojiz davlatlarda keng tarqalishining oldini olish uchun 6,7 milliard dollarga ehtiyoj borligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yordam programmalariga Xitoy virusiga qarshi kurash bosqichida Benin, Djibouti, Liberiya, Mozambik, Pokiston, Filippin, Sierra Leone, Togo va Zimbabwe qatorliq yana 9 yangi davlat ilova qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.